xuddi shu rasmdagi teleshkani bizga yasab bera oladigan usta aka-ukalar kerak. Mana shu kultivator uchun bizga teleshka kerak bo'lyapti va uni sotuvda ham sizlarga yordam bera olamiz. Narxi chotki bo'lishi kerak. Kommentariyada telefon nomeringlarni qoldiringlar. Qanchada tayyor bo'ladi, qancha bo'ladi. Bo'ldi. Mana shu suvarma uchun. Birga bir chiqish kerak lekin. Qo'l bola bo'lmasin. Zavodga chiqish kerak. Rostlanma. Idealniy. Baqirib tashlamayapti, qo'shniga xalaqit qilmayapti. Malina parkingiz bo'ladimi, ya'ni bog'ingiz bo'ladimi, yoki bo'lmasa teplitsangiz bormi? Mana sizga ideal yechim. Kichkina, akkuratniy ovozi past, shum past, ekologiyaga kam tutun chiqaradigan variantini ko'pchilik so'rashadi. Haqiqiy Mercedes BMW hidiga yo'qdi, bundan boshqacha. Olish kerak, bosish kerak ekan. Nima deylar? Yoqdimi-yo'qmi, kommentariyada fikrlarni qoldiringlar, like, podpiskani bosib ketasizlar. Xuddi shunaqa teleshkani kim bizga yasab bera oladigan bo'lsa, ya'ni hozir rasmligini endi biz qo'l bilan yasab qo'ydik. Olamiz, sotib berishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, ko'rishamiz.